Yaxshimisiz? Nima dori kerak ekan? Non berib yuboring. Shuna yonimizga chiqsangiz magazin bor-da, o'sha yerdan olasiz nonni. Bu apteka. Ha, voy. Qo'lingizni ochib turing, hammasini solib beraman. Tezroq ketasiz. Okaginam, keling, nima beray endi sizga? Sevichka berib yuboring. Siz atyapsizmi yo asabga tegyapsizmi? Bunda tashqariga chiqsangiz, ostanovkada semichkalar bor, o'sha yerdan olasiz. Ha? Assalomu alaykum. Okajonim, supermarketga xush kelibsiz. Banan bering, bana. Bor aka. Mana banan aka. Ha? Yana nima kerak? O'yinchoq bormi, o'yinchoq? Bor o'yinchoq. Mana o'yinchoq aka. Zo'r. Anaqa haligi. Sifat shirinligi bormi, sifat shirinligi? Bor aka, sifat shirinligi. Mana sifat shirinliklardan bor mana. Bolalaringizga mazza qilib yedirsangiz bo'ladi. Mana har xillardan bor. Hozir zero degani chiqqan, shakarsiz. Diyetechnik mazza qilib yeydi mana bolalar mana. Har xillardan bor mana. Sifat shirinliklarning hammasidan bor. Mana qolganlardan ham olib beraman. Faqat bitta narsaga hayronman. Sifat shirinligi aptekada nima qilyapti? Sana menga nima qilyapti? Sen uchun olib kelib qo'yding, olmaysanmi endi? Yo'q, olmoqchi edim, pulim uyda qolib ketdi-da. Qarang ya, tur yo'qol chiqib ket, hozir achkingga cheresdagi qo'limni tiqib olaman. Tur yo'qol. Yo'qol dedim senga. Uzr. Baqirmayman, baqirmay. Endi shunaqa g'alati odamlar ham bor-da, e'tibor bermang. Gapirmay, odamning asabini o'ynash qani, shunaqa ham odam bo'ladimi? Nima kerak ekan aka sizga? Aka, salyut bormi 20 taligi? Tur yo'qol hozir. Tur yo'qol. Magazin emas bu, brend deyapti. Noymasam, shuni bilan kun kechiramiz. Assalomu alaykum do'stlarim. Bugun biz Qarshining kindigida bo'lgan eski bozoridamiz, to'g'rirog'i Dehqon bozoridamiz. Bugun bilib olamizki, bu yerning aholisi ko'proq go'shtni mazza qilib iste'mol qilishadimi yoki sifat brendining shirinliklarini? Bunga o'zingiz hozir guvoh bo'lasiz. Qani, Ketini oilaviy yeymiz, oilaviy yaxshi ko'ramiz. Chunki ta'mi shirin. Nevaram, o'zim, uydagi urug'larim hammasi shuni bilan shug'ullanamiz. Noymasam ham shuni bilan kun kechiramiz. Voh, ular balaginamni qo'ysa. Zo'r, вообще качество, sifat, upakovkachalari, paketchalari gap yo'q. Sladkий podushkin, tam gap yo'q. Pechenyecha, ichlari, karamelli shokoladchalari bor ekan. ta'mi juda ham yaxshi. Mevalarning ta'mi bor, bananning ta'mi bor. Ham qisirdoq, ham ichi mevali ekan. Ta'mi juda ham yaxshi. Ham sveji, yo'qdi? Mana shu mahsulotimiz sifatli, shundan bir iste'mol qilib qo'yamiz. Buni haqiqatan bolalarimiz uchun buni sanoqlari bor. 1, 2 u bolalarimizni matematika bo'lgan, haqiqatan ularning juda ham dunyoqarashi katta bo'ladi bolalarimiz. Men xursand bo'ldim. Qarasangiz, kara degan jadvallar yozilgan ekan. Bolalarimiz, nabiralarimiz ko'rib xursand bo'ladi. Rahmat sizlarga, mana shuni ishlab chiqargan pechenyelar uchun katta rahmat sizlarga. Mazasi zo'r ekan. Sifatli ekan. Rahmat sizlarga. Haqiqatan aytganda Qashqadaryo xalqi ko'p go'sht yeydi. Chunki biz go'shtni ham yaxshi ko'ramiz. Buni ertalabki ham nonushta qilishga bu juda ham yaxshi. Sifat shirinliklar sehri.